Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görgüçlər. İslam və biz proqramımızın 67-ci sanını görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görmələrimiz, həməllah məlum bolğandak başlayan gündən ta bugün günkəgəcə hər bir müsəlman çuqum dinimizdə eniq roşan düşünüş kerak bolğan hər xil mavzularda, temalarda asaslıq hər bir bölümdə bir xil temin tutqan asasda huzurlarda buluyatımız. Rabbim inşallah bugünkü geçen nurgulluğun temalarını söhbetleşip ötken bulduk. Her bir kılınğan, ötülgen bu derslerden, bu söhbetlerden hemmimizin tegişlik derecede menfaat alıdığan, hayatımızga tatbiqlap, şunu icra kılıp mağdığan Müslümanlardan kılışını ümit kılımız. Programımızda daimlik mehmeni hamalı tunuşup boğan hürmetli Üstad, Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği azası, şundaqla Dünya Müslüman Alına Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşıgari'ni teklif kılıp geliyoruz. Bugün muhimmetli vaktin çıkarıp ziyaretimizi kabul kılgalığı için aldı bilen köptün köp rahmet etimiz. Rahmet. Allah razı olsun. Qadirli görmələrimiz programımız Naq Meydan'dan YouTube ve Facebook kanalımızda tarix qıtılıvatıdı. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrələr arqalıq programımızga alaqadar fikir təklif, suallarına bosu yolu şundan ümid qılımız. Şundaqla köplügən qayrindaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoşuna həm unutmağa istər. Biz tünügün elanımızda bəgəndək bugünkü temimiz Müslümanlar nimi üçün arqada qaldı degan tema şəkildə bunu oturuq qoyduq. Elbette bu yıllardan buyan her birimizden kuluğa her xil şekilde kirip kilovatkan bir yarımız desek buldu. Meyli ziyalilerimiz bolsun, dini alimlerimiz bolsun, her xil şekilde vatandan içinden dağıtıp deyilivatkan bir mesele. Bugün inşallah şu meseleni biraz fikirleşip ötümüz. Unda olsa programımızga kirip kelsek, Ustaz aldı bilen bu temin koygan ikenimiz bunun sebepleri nime Müslümanların ki arkada kelişinin ki program mihman çıkıp kaldı mı? Kirgen olsa. Buldu. Bunda olsa bugün Müslümanların ki arkada kılıştan sebepleri nime degen şu sualdan başlayıp girsek kıyım rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah gamsına Peygamberimizge dua salamlar olsun. Müslüman uzun zamandan beri insaniyetini ilim, marifet, adalet, erkinlik ve hidayetke yeteklep mangan idi. Hoş. Lekin Müslümanlar bir esir, yak bir esirden köprek müddet içinde dünyadaki insanların arkası kap kaldı. 20. asırның başları kelgen vaqtida İslam dünyasının birlik parçalanıp ketdi. Köplegen İslam elleri g'arbning ve komünistlarning mustamlika tajovuzchiligiga duch keldi. Buning natijasida musulmonlarning moddiy, ma'naviy ve insoniy kuchlari parchalanib ketdi. Hem de tabiiy boyliqlari mustamlikchi kuchlar tarafidan talab qilindi. Müslümanların arka kalışıga asasen 3 türlük sebep bulmakta. Birisi fikir krizisi, ikincisi hakimiyet tabakadakilerinin mustabitlik ideyası, yani mustabitliki. Üçüncü birisi Müslümanlardaki boşanlık, himmetsizlik, iradesizlik. Muş 3 türlük sebep Müslümanlarınki arka kalışıga sebep bulgan. Hoş. Eğer muş 3 türlük sebep hal kılınsa, Müslümanlar ornidan dest duralaydı. Ve başka milletlerle rekabetleşelaydigan, asli haqiqatda başka milletler yetekçilik kılalaydigan kabiliyetke ega bo'lalaydı. Başta şunu eskertip ötüş gerek ki, Müslümanların arkada kalışının sebebi İslam dinimiz emas. İslam'ın körsetmeleri, talimatları emas. Çünkü İslam dini terakkiperver bir din. Adaletperver, hürlikke teşebbüs kıldıgan, erkinlik teşebbüs kıldıgan, hatta bu insanın bu dünya gelişini senin ziminini güllendirişin, dünyanı güllendirişin, vatanını güllendirişin de gayib iktipagen terakkiperver bir din.
Müslümanların akıdı kayıp kalışının sebebi İslam dini emas, belki Müslümanlarınki özü sebepçidir. Müslümanlarınki ansızlığı, İslam'a samimi olmaslığı, İslam'da bir bütün düşenmezliği ve emel kılmaslığı bana bu asaslık sebeptir. Nima uchun İslam dini sebep emas degan vaqtimizda İslam dini Muhammed Aleyhisselam qandoq tushgan bo'lsa, shu piti saqlanmoqda. Shu piti turmoqda, hech qanday o'zgarib qolgani yo'q. Bunaqa musulmonlar mush din orqali insonparvarlik xususiyatiga ilm ma'rifat tashabbus qiladigan, ilm ma'rifat kimdan bo'lsa o'rganishga qiziqtiradigan dunyoviy madaniyatni yaratgan edi. Ya'ni mush din bugun o'z holatida turibdi, o'zgarib qolgani yo'q. Agar bugungi musulmonlar ilgirki musulmonlarga o'xshash samimiy bo'lsa, dinini sog'lom tushunsa, ham dinini bir butun amal qilsa, yanalam bunga o'xshash dunyoviy madaniyat yaratish aloyidligiga yoki iqtidoriga ega bo'la oladi. Ba'zilar musulmonlarning orqada qolishini aqidaning ojizligi, axloq saviyasining tuvanlashib ketganligi deb istilamaslik bog'lamoqda. Bu sebep emas, belki netice mi nazarim. Akidenin acizliği, ahlakının tövelliki bu kep çıkan netice. Bunun sebep olan bir illet ve onu başlayıp çıkış lazım. Hoş. Yani bazılar Müslümanların arkadaşına düşman atıp koymak. Biz 20. asırda garip dünyasının ve komünistlerin tacavuzuna düç geldik. Türk dünyası, Arap dünyası ve Hindi kıtadan tatip dünyadaki Müslümanlar müstemlik güçkede, tacavuzçılık güçkede, köplegen Müslümanlar azat boğan bolsun mu? Yanılan bir bölüm Müslümanlar azat bulanmağıdır. Bizden arkada kalışımız sebep boğan, bizde ansız kaldırıvatkan, savatsız kaldırıvatkan, baylıkımızın bulan talan kılıp fırsat vermevatkan, düşmanlar tacavuzuna sebep deyip karmaktır. Lekin arkada kalışımızdan sebebi sırtki düşman emas, belki içki illettir. Bizdeki içki illet bugünkü halık kep kalışım sebep boğan. Bu düşmenge sebebini atıp koyuş nahit asan. Düşmenge bahane tepiş, ya düşmende bahane koyuş bu asan. Bir yerde içki illet, taşkı illetin yaman. Yani kandağ olap biz destlapta düşmenin kolu asık girip kaldık. Kandağ olap düşmenin ki müstemli düşüp kaldık. Bu meselenin izleniş lazım. Çünkü bugünkü dünyanın arkada kayıp kalışımızın asas sebebine düşmenge atıp koymazsan özümüzdeki illetlerden, özümüzdeki pasifliklerden, dinimiz karta samimiyetsizliklerden izleniş lazım. Hoş. Yani bazılar arkada kalışımızın sebebini akidedeki burilishlar ve bid'at hurafotlarninki paydo bo'lishiga nisbat berdi. Lekin ko'p sonliq dunyodagi musulmonlarga qaraydigan bo'lsa, bularning aqidasi masala yo'q, chataq yo'q. Musulmonlarning aqidasiga masala nada desa, ruhsizlikda. Aqidaninki yuzaki ekanligida, aqidaning pasifligida, amri harakat maydoniga o'tamaganligida, mana bu yerda illat bor. Yuzakilik, pasiflik, ruhsizlik, hatta o'liklik desakmi, mana bu illat tuzilsa, yo'l yana ochiladi. Demek xulosaga vaqtimizda musulmonlarning orqada qolib qolish sabab bo'lgan 3 turli illat, birisi hokimiyat tabaqasidagi bir 2 asr mobaynidagi mustamlikasi, dunyoning nerede olsun. İkinci birisi ulamalar vakillik qilayotgan yoki bir butun shar'iy olsun, fanniy olsun, olimlar vakillik qilayotgan fikr krizisi. Üçüncü birisi musulmon turib o'zining vazifasini to'lamaslik, o'zining mas'uliyatini his qilmaslik yoki o'zidagi pasiflikdan qutulmaslik iborat mush 3 illat musulmonlarningki bugungi haloq gap qilishiga sabab bo'lgan. Xo'sh. Xo'sh, unda bo'lsa bu so'zdan hamda orqada qilishninki sababidan birisi, ya'ni asosli sababchisini musulmonlarning ustidagi hokimlar deb qarasak bo'lamdi, ya'ni shunda shularga atib qo'ydiganlar bormi, yashayotgan diyarimiz, üstümüzdekilerden başında zulüm eden, müşlerinin sebebinden mühne buldu deb deydiğen sözler var mesela. Tabii hakimler yetekçi buluş, yak rahber oluş, yak hakim buluş bilen millet ne başlasa millet şu yak mağdu degen bu düşünce köpleyen insanların kallası kirdi. Lekin layakatsiz kişiler Müslümanlığa hakim bulup alsa,
yoki emir bo'lib olsa, yoki sulton bo'lib olsa, yoki xalif bo'lib olsa, yoki nima bo'lsa qat nazar, layoqatsiz odam hokimiyat o'rniga yoki mansab o'rniga chiqib olsa, bularninki dardlari ya g'amlari nima bo'lsa, foyda manfaat qo'g'lishish, mol dunyo to'plash bo'lib qoldi. Layoqating bo'lmasa nima ish qilasan? Palonining balasi bo'lganligi uchun u hokim bo'lishga yaramaydi dinimizda. Palonining nevrisi bo'lganligi uchun hokimiyat bo'lsin degan undaq o'lcham Qur'on, sunnat hujjatlar yo'q. Layoqating bo'lsa o'tda, layoqating bo'lmasa boshqalar mansab berdi. Ko'rsiz, dinimizdan ko'rsatmizda. Demek bu layoqatsiz kishilar hokim bo'lgan vaqt o'zining nafsiga cho'q tortadigan, faqat mol dunyo yoki mansab qo'lishadigan bo'lg'achqa, bular musulmonlarning manfaatlari bilan, musulmonlarningki izzati bilan, qimmat qarashlari bilan kori sunmaydi. Hatto o'zlariningki xato ishlar dumboq chapirdigan, hatto xato ishlarini oqlab birdigan, hattoki xato ishlarini boshqalarni xultib birdigan ideyasi buzuq odamlarning xizmatga kirishda yanmaydi bo'lib. Xo'sh. Endi islom dunyosining ko'p qismiga qarasak, 20-asrning o'ttirlarida mustamlikadan qutulgan bo'lsa-mu, ko'p qismi, lekin bir qismi hozir qutulgani yo'q. Lekin hokimiyat beshiga chiqqanlar millatning irodasiga vakillik qilolmaydigan mustabid bo'lganlik uchun, ya'ni qurol kuchi bilan chiqib olgan, boshqalarning suiqasdi bilan chiqib olgan, yoki bo'lmagan bo'lsa mustamlik qilgan kuchlarninki ishtirishi bilan yoki uninki qo'choq qilib maydon hozirlashi bilan chiqqan hokimlar bo'lganlik uchun bular ilm ma'rifatning yukselishiga va islom dunyosiningki taraqqiy qilishiga ko'ngil bo'lmaydi. Bundan ko'ngil bo'ldig'ini Shveysariya bankasiga ko'ngil bo'ldi. Yanchiqni to'plash ko'ngil bo'ldi. O'zininki bir katta inson ekanini isbotlash ko'ngil bo'ldi. Ammo insoniyat, musulmonlik, vatanparvarlik, mas'uliyat degan bu tuyg'u bular bavlar yo'qning orasida. Onun ustiga bugungi biz yashayotgan bu davr hokimlarining bir qismi Washingtonda o'qigan, Washingtondan ideyasi bo'yicha tarbiyalangan, bir qismi Moskvada o'qigan, bir qismi Londonda o'qigan. O'qish jarayonida o'zining kimligini saqlab qolgan yoki yo'qitib qo'ygan mana bu odamlar islom dunyosiningki yoki arab ellarininki hokimiyat o'rnida huquq tutmoqda. Bu nuqtani masalani tushunishga foydali deb qarayman. Şuna mustabid hokimlar yoki qo'choq hokimlar islom dunyosidagi barliq balay musibatninki sababchisi. Barliq balay musibatning manbasi shular. Nima uchun degan vaqtida? Chunki mustabidlik bir diyorda yoki bir yurtda, bir elda maydon kelib qolsa, bu zulm yo'l, zulm degan yoki mustabidlik degan narsa zulm yo'lini kengaytirib o'tadi. Axloqiy va iqtisodiy jihatdan chiriklikka yo'l ochib berdi. Ilm, ma'rifat taraqqiyotga to'saliq bo'ladi. Ongsizlik, kambag'allikni oshirib o'tadi. Chunki millatning ong saviyasi ochilsa, siyosiy hayotni tushunsa, mana bularningki ishtirok tur deydigan, xato qildim deydigan odamlar ko'paydi. Shu millatni o'qitish uchun bir qism odamlar top bilan mashg'ul qilsa, bir qism odamlarni sanoqsiz cho'lponlar bilan, san'atchilar bilan mashg'ul qildi. Bir qism odamlarni darvishlik bilan mashg'ul qildi. Bir qism odamlarni qo'ziq to'ysa bo'ladigan ahvolni mashg'ul qildi. Bugungi dunyoninki yoki islom dunyosining hokimlarining bir qismininki o'yonlari bu ahvollarni ko'z tuttirdi. Bu mustabidlik yoki bu qo'choq sifatli hokimlar olimlarga fursat bermaydi. Olimlar her bir maydonda to'saliq paydo qiladi. Chunki ular olimlarning o'zlarining manfaatlari xiris deb qaraydi. Bizning manfaatimizga nisbatan bular xatar deb qaraydi. Shuni dushmanlik qiladi. Ularning yuqori maqomlarga yoki jamiyatga amaliy ta'sir ko'rsatadigan o'rinlar xizmatga haqiqiy olimlarni qo'ymaydi. Shuna ilmiy taraqqiyot uchun bu sifatli hokimlar yoki mustabid yoki qo'choq sifatli hokimlar ilmiy taraqqiyot uchun, texnik taraqqiyot uchun, yoki sanoat uchun muhit yaratib bermaydi. Aslida hokimning vazifasi fuqarolarni qo'g'dash, vatanni himoya qilish, vatan millatni taraqqiy qildirish, ilm, ma'rifat va olimlarga fursat yaratib berish, fuqarolar orasida ijtimoiy adolatni qanot yoydirish, xalqning mol-mulki, izzat sharafini qo'g'dash. Bu hokimlarning asosiy mas'uliyati.
Çünkü hakimler İslam felsefesinde milletin vekili, milletin hizmetçisi, mukaddes zat emez, ulug zat emez. Ölüp ketkiçe hakimlikten düşmüsün deyilgen ondan ölçemdeki insan emez. Lekin bu zamanda saxtılık bilen hakimiyet beşiği çıkıp algan, yoki harbiy kural kuchi bilan hakimiyet beşiği çıkıp algan, yoki mustamlikchi kuchlar tarafidan chiqarilgan bu hakimlar milletin erkinligini, Müslümanların erkinligini her yerde boğmakta. Her yerde Müslümanların erkinligini musadık kılmakta. İslam qarindoshlik ruhini yok tutuşqa, belki onu öttireşke buzuşqa urinmakta. Dal bu sebepten İslam dünyasındaki koçak hakimiyetler, yoki mustabid hakimler, yoki milletiga vakillik qilinmay saxtalik bilan hakimiyet beşiği chiqib olganlar, mana Sharq Turkiston masalasiga, yoki Uyg'ur masalasiga, yoki bizning masalamiz ko'z yummoqda va bunga parvosizlarcha muomala qilmoqda. Mana buning sababimiş. Nima uchun islom dunyosi yordam bermaydi? Nima uchun bulardan sado chiqmaydi desa, chunki bu hakimiyetning angi, huquq beşiliklarning angi, askeriy kuchlarning angi, tashviqot sohasilarining angi boshqa palak cho'glaydi. Ya mustabidlikda, yoki qo'chaq hakimiyatda, yoki boshqalarning jugunining ostida. Agar islom samimiy vakillik qilgan bo'lsa, albatta bulardan sado chiqqan bo'ladi. Shunga bu oqid qilishimizdagi yoki musulmonlarning oqid qilishidagi eng xalqli sabablarning birisi hokimiyat tabaqasidagi cho'ng kichik bo'lib hammasiniki mustabidlik. Onga kirib olganligi, mustabidlik bilan ish ko'rayotganligi mana bu asosli sabab hisoblanadi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmatlar razı olsun. Nəhayət bir yaxşı bir aniqlim bo'lgan bo'ldi. Albatta biz bundan burun nurg'un programmalarımızda shu islom bizdami islom dunyosidagi davomli qilqi bizning ko'nglimizda eng yerim qiladigan masala bo'ldi. Bugun g'arb dunyosi, ya'ni biz bilan yaqindan yiroqdan munosabati bo'lmagan xalqlar va Uyg'ur masalasini jiddiy shaklda tilga olayotgan bir kunda shu Müslüman qarindoshlarimizninki sukutda turishini albatta har xil temalarga munosabatli tema kelgan vaqtida ancha muncha so'zlab o'tgan edik. Bugun mana shunday asosli sabablarning nima ekanligini Texanbek go'zal aytib berildi deb qarayman. Hamda biz albatta bizningki ishg'ol ostida qolgan musulmon xalqning texmi boshqa yerdimi keyinda qilishininki sabablarini programımızda o işgaldığı qanday qarshi turadigan turishning dinimizda nima saviyada ekanligi, parizmi, qaysi shaklda ekanligini albatta o'z temasida so'zlagan bo'ldik. Bu yerda takror aytib o'tmayman. Hamda fikr krizisi masalasini biz albatta bir qancha bo'limda to'xtalgan bo'ldik. Musulmonlarningki mayli dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilot saviyasidagilar bo'lsin, bunu shunda bizga o'xshash ishg'ol ostiga tushib qolgan, mustamlikaga tushib qolgan bir xalqning o'zininki holini o'ngishishi uchunmi ixtilof bir araga kelinmaslik buning intayin ziyonli ekanligini so'zlab o'tdik ilgari sonlarimizda. Bugun albatta musulmonlar, umumiy musulmonlarningki masalasini to'xtalyapmiz. Faqat bizning vatandagilar masala emas. Hamda shu har xil Alloh chekligan qo'yamda har xil fikr ixtilofi bir-biriga qarshi shaklda fikrlarning bo'lishi bir jamiyatda. Buning ham orqada qilishninki sabab bo'lganligini degan tuxamda. Mushuni biroz ham nima uchun shunday fikr krizislari musulmonlarning orqada qilishiga sabab bo'ldi fikr. Bu balki mana buni biroz eshitishim mumkin. Ba'zilar o'ylashi mumkin, xilma-xil fikrga har qanday jamiyatda bo'ldi, bu jamiyatning taraqqiy qilishiga asli qo'shilgan bir masala bu. Hamma odamning bir xil fikrda bo'lishi shart emas degandek narsa o'tirg'a chiqishi mumkin. Buni so'zlaridan anglaymiz endi. Fikr krizisidan maqsad xulosalag'a vaqtda olimlar krizisi demak. Olimlardagi. Chunki olimlardagi bir krizis. Chunki fikrni yurgizadiganlar, fikir ishlab chiqaradiganlar, fikrning yo'linishini to'g'ri doiraga yuzlantirilganlar kelsa olimlar. Xo'sh. Belki bu illat olimlar demak shu. Her qaysi sohadagi olimlar maqsad. Belki bu illat ilgirki illatning oldida turishi mumkin. Xo'sh. Olimlar millatning yo'lboshchisi, yetakchi bo'lish bilan
hakimlarga yol gösterleydigan, hakimların cayın turma işin hata doğru diyaleydigan bolu sütü bilen en halkılık sebep buluş mümkün. İslam dünyasının arkada kayıp kalış en mühim illetlerden birisi fikir krizi oluşu nayet güçlük. Yani bir fikir krizisinden alimler krizi maksadıdır. Yani alimlerin köp sandaki alimlerin kay sahibi olsun İslam'ın bir bütün hayat sahası ya bir bütün hayat düzümü sütü takdim kılanması. İslam'ın bir bütün hayat düzümü sütü de özlerinin kılanması. Ve her sahada devirge layık, zamga layık sağlam İslam fikrini yartıp çıkarması mana bu fikir krizi. Bu mesuliyet kimden usulese alimlerden usul. Her kay sahadaki alimlerden usul. Kur'an qaraydigan bo'lsak, Allah Kur'an-ı Kerim'de diniga, yani İslam'a to'liq amal qilganlarga g'alaba ato qilaman deb. Kataballohu la aghlibanna ana va rusuli deb. Mening yo'limni manganlar natija qozonganligida shak yo'q deb. Ustunlikka erishilganligida shak yo'q. İzzat ishida yashaydiganligida shak yo'q deb va'da qildi. Lekin bu sharaf, lekin bu g'albiga köplegen alimler oturup koyuvatkan yüzeki ibadet düşüncesi ve elimsetin fıkhisinden çıkanmagan bir tarafın düşünce bilen o Allah ve kalbi erişkin olmaydı. İslam'ı tar dairege çıkıp, İslam'ı zulüm kılış, İslam'ı parçalaş, İslam'ı akide olan istilini, akide olan hayatını, akide olan hayatını, siyasetini birbirinden ayrı ötüp, Müslümanların kimlikini böleş, ya ki İslam'ın prensiplerini çeçi ötüş, bu İslam kılan zulüm boğallık için bu düşünce bilen kalbi kıyın olmaydı. Şunu alam Allah vədi kıyın bu kalbi kişilerini ukultup, müstebit hakimler hizmet kıldırgan inşallah arkalık, ya ki saray vaizlerinden düşünceleri arkalık mı bu kalbi gelişkin olmaydı. Bunun sağlam düşünce, sağlam an, fikir işlep çıkaralaydıgan, İslam'da bir bütün hayat sütüde, bir bütün dünya kara sütüde en güzel bir medeniyetlik din iken takdim kılalaydıgan bu alimlerin kolu bilen endin Allah vaad kıygan kalbiga erişkin buldu. Ama afsuski bir kısım vaizler ya ki saray ölemaları Arap dünyasındaki okşaş değil, ya ki başka yerde gidelim. Müstebitlerinin hakimiyetini güçlendiriş, insanların erkinliğini musadır kılış ve adaletini astın üstün kılış için şeriatın rolünü vurmalamakta. Hakimiyetini razı kılış için şeriatın hüccetlerini vurmalamakta. Şeriatın maksatlarına zıt fatvalarını, zıt hitaplarını, zıt sözlerini kılmakta. Hukuk için, mensep için şeriatı ziyan kılmakta. Bu mesela İslam dinimiz erkinlik, adalet, insani hukuk, fikir erkinliği ve siyasi erkinlik çakırdığan bir dindir. Ama alimlerin köpeğinsi de bu işlerde pasiflik var. Bu işlerde ebyalık var. Ya ki bu işler sel karışma ya bilmezlik var. Hoş. Bu dinimiz karaydıgan olsak, müstebitlerge, zalimlerge karşı duruşun pezdir. Zalimlerge, müstebitlerge karşı duruş seninki mecburiyetindir. Senin yetekçilik mesuliyetindir. Man bu doğruda peygamberlerin zalimler bilen boğan, müstebitler bilen boğan köreçlerini netçilgan ayetlerde, netçilgan surelerde köstüpegen. Ama afsuski viye kelgen vaktida köplegen alimler bu sahada bir naz demeylik, ya izlenmeylik, ya amel kılmalık. Endi Müslümanlardaki ilmi cihetten, siyasi cihetten ve ictimai cihetten fikrinin akıdı kılışı. İlmi cihet katsak bu akıda, siyasi cihetke fikir işlep çıkarış, siyasi nazariye, İslam devleti, yani Müslümanlar kanda gayet yaşaydıgan bunundaki fikir işlep çıkarış akıdı kılış ve ictimai ansaviye, yani ictimai fikrinin akıdı kılışı. Hem ansaviyenin acizlap geçişi, Müslümanlarınki akıdı kılışındaki asaslık sebepten birisi hesaplanır. Bu bir bölük alimler karsak fikirden sağlam olması. İslam karta fikirden sağlanmayı tar daire kirip kalganlığı. İslam'da tar daireki sıkıp etkenliği. İslam'da bir bütün hayat sahası da, ya bir bütün hayat sütleri düşünmez ki özlerine.
ve İslam fikrini terakki kıldıramay 5 asır ilgiri yazılgan, 10 asır ilgiri yazılgan, hatta 1 asır ilgiri yazılgan. Şu devirden, şu zamandan, şu makandan, şu devletten şarayet yazılgan. Bugün mü kötürüp çıkıp hüccet sütüde, hal kılıç çağrısı kötürüp görüşe, mana bu terakki kılanmaslıkının ki amillerinden birisi. Müslümanların ki arqıt qapqa sebep bolgan illetlerinin ki birisimiş. Demek bugün biz duch kelayotgan eng og'ir kriz fikir krizi. Çünkü bu fikir krizi hayatımızın hamma doirasiga, hamma qismiga ta'sir yetkazdi. Hatta aqidaning tartib, qimmat qarash, prinsip, ibodat, axloq, ijtimoiy hayot, tasavvur, dunyo qarash hammasi ta'sir yetkazdi. Bu eng og'ir illat fikir krizi olmoqda. Şu bu krizisten kurtuluş için, ya bunun çaresine tep çıkış için fikrini şeriatның ro'yi asosiga yanglab chiqish. Fikrini taraqqiy qildirib turish. İslamның ro'yi maqsadlariga uyg'un bo'lgan yangi fikrlarni yoritish yoki ishlab chiqarish. Burungi fikrlardan tozalash degish fikrlarni tozalab chiqarib o'tish. Tanqid qilgan fikrlarni tanqid qilish. O Qur'on sunnatning hujjati bo'lmagan ekan. Mana bu İslamның ko'rsatmasi, İslamның taqozosi ham İslam aqlininki taqozosidan mush. Birdan-bir yo'lmush. Bu yerda qo'shim chiqarib shuni eskartimizki, musulmonlar o'zlarining kimligi, qimmat qarashlari va prinsiplariga uyg'un kelmaydigan yot fikrlar orqali uyg'onish yaratolmaydi. Ba'zan deyish mumkin, taraqqiy qilgan davlatning nazariyasini aytgansak, shuning qurilmasini aytgansak ham taraqqiy qilib ketamiz deydi. Undagi shu. Buning misoli Arab dunyosi misol qilaylik. Amerikaning universitetlari va Londonning universitetlari va yana bir yana hatto oxir Xitoyning universitetlarini so'rab etgan. Ammo taraqqiy qilinmadi. 1950-yillar atrofida 4 davlat bir vaqtning o'zida taraqqiyot belgisiga tushdi. 2 davlat utuq qazonib dunyoning oldiga o'tdi. 2 davlat bir seviyede, yani ahir seviyede qolib qoldi. Masalan, Germaniya bu davlatning ichida Yapon 2 davlat og'ir zarba uchqirgan bo'lsa-mu, o'rnidan dast turib taraqqiy qilib ketdi. O'zlarining qimmat qarashini saqlagan asosda taraqqiy qilib ketdi. Ammo Misr bilan Turkiya shu vaqtning o'zi tang belgiga tushgan bo'lsa-mu, dunyoning oxirida qolib qoldi. Demek yani özünün kıymet karşısını saklayanmağa, ya özünün kimligini saklamagan asas belge düşüp kalsa, ya başkalarının ki mektubunu kuruş bilen, başkalarının gilaslık çapını takaşıyla terakki kılınmaydı. Özümüz kıttırıp, özümüzün kimligini qoğdap durup, başkalarının icabi, aktif taraflardan, ilgar taraflardan faydalanılan vaktimiz en de terakki kılınmalı. Müslümanların doğru uyg'onish yo'li sağlam İslam fikriga ega bo'lish ve fikirni davrga loyiq shakl taraqqiy qildirib turish, mana bu taraqqiy qilishdan, uyg'onishdan sağlam yo'li. Xo'sh, ko'p rahmat. Endi biz hammamizga ma'lum o'qu degan oyat bilan birinchi payg'ambarimizga tushgan o'quv vahiysi bilan boshlangan Qur'oni bo'lgan ana shunday bir payg'ambarning ummatimiz. Albatta yuqorida so'zlab o'tilgan narsalar siyosiy tuzilma, mustabidlik, musulmonlarning ustidagi ishg'olga uchrash bu narsalar belgilik ta'sirda cho'qim musulmonlarningki har xil sohalarda kuchlanishiga, siyosiy jihatdan nufuzga ega bo'lishiga, dünyadaki bir ötüşüge degandek nurg'un masalalarga oldida bo'lmasligiga sabab bo'lgan bu narsalarga. Biz ama şu o'quv degan buyruq bilan yuqorida so'zlab o'tgandek boshlangan bir dinninki mansublari hamda agash kuchilari, e'tiqodchilari mushundaq bo'lishimizga qaramay musulmonlarningki mayli mustaqil davlatlarda bo'lsin yoki boshqa bo'lsin, yana bir tarafdan qarasa yana buni butunlay mutlaqlashtirib o'tishgan bo'lmaydi deb qarayman. Bugungi eng taraqqiy qilgan g'arb dunyosidagi eng muhim o'rinlarda nihoyat yuqori xizmatlarni ko'rsatayotganlarmi musulmonlar xeyli ko'p son egallaydi. Shu yerda o'qib yetishgan. Ama islom dunyosiga qarasak ham shunday bir ummat nima uchun ham ilm-fan sohasidami
ilim ma'rifatda nima uchun orqada qoldi degan savol kelmay qolmaydi hamda. Buni bir insonning tirishchanligi, o'rganishi, shunday bir musulmondan iborat bir ummatniki umumiy islom dunyosida har xil sohalarda kayinda qilishini nimaga bog'lash tushunamiz hamda. 20. asrning boshlaridan boshlab musulmonlar orasida savodsizlik, nadonlik, onsizlik evjag'an bir ahvol mavjud. Bo'lmasa Qur'ondagi birinchi oyat o'qinglar degan o'qishni farz qilgan. Xo'sh. Hayotning oxirigacha o'qinglar deb, chunki belgilab qo'ymadi. Ilm ma'rifat erish tashabbus qildi. Hamda ilm ma'rifat erishga yordam beradigan vositalarni hurmatlanglar, qadrlanglar dedi. Shu darajaga qadar. Val qalami val yasturun qalamdan tat. Ammo afsuski musulmonlar oxirgi davrlarda ilm ma'rifat va texnika fanlariga, sanoat fanlariga, ijtimoiy fanlarga va tabiiy fanlarga ibodat va farz degan sifatli ahamiyat beramiz. Yoki ahamiyat beramiz. Dunyoni taraqqiy qildirishga munosabatli bo'lgan ijtimoiy tabiiy fanlar salqar. Bo'lmasa dinimiz musulmonning ma dunyoga kirish g'oyasining birisi ibodat qilish degan bo'lsa, yana bir g'oyasi bu dunyoni gullantirishdir. Bu dunyoni taraqqiy qildirishdir. İnsoniyatga foydali narsa ishlab chiqarishdir. Shunday bir g'oya, shunday bir prinsip bo'lgan bo'lsa-mi, o'zining vatanini taraqqiy qildi. Dunyoni taraqqiy qildirman degan inson eng dastlabda o'zining zaminini, o'zining vatanini taraqqiy qildirish lozim. O'zi orqali bu taraqqiyotni qanot yaytirish lozim. Ammo afsuski musulmonlar oxirgi asrlarda buningga salqar. Uning ustiga islom dunyosi 20-asrda umumyuzlik degidek mustamlika tushgandan keyin islom dunyosidagi ma'rif organlari millatning aqidasi, musulmon millatning kimligi va merosini asos qilib faoliyat qilmoqda. Yani milletinin kimligi, aqidasini asos qilmadi. Bu sebepten ma'arif organları g'arblashish yoki kommunistlashish yuzlandi. Balki ba'zilar g'alati bu yerda qaraydigan bo'lsak, masalan Iroq, Suriya, Liviya va shunga o'xshab bir qancha davlat Sovet ittifoqiga cho'qindi. Sovet ittifoqining ma'arif nazariyasini o'ttirgan ekan. Bu dastlabda Misrmi yuzlandi buni. Bir qism davlatlar g'arb dunyosining ma'arifi yuzlandi. Demak, bu yerda ma'arif organlarining bir qismi yoki ma'arif olman ko'pincha ya g'arblashishga yoki kommunistlashishga yuzlandi. Bu maktab o'qib chiqqanlarning bir qismi g'arblashib ketgan ya kommunistlashib ketgan ahvollar mavjud. Xuddi bizning diyorimizda Xitoy tajovuzchilarininki ideyasi tashabbus qilingan yoki ideyasi zo'rla tanilgan ahvollarda bir qism qarindoshlarimiz kommunistlashib ketgandek ya kommunistning ideyasi bilan o'qib yetishib chiqqandek bu arab dunyosidami yoki islom dunyosida bu xil illatning o'zi dal yuz berdi. Neticede İslam dünyasındaki g'arblashtirish yoki kommunistlashtirish tarafdorlari bilan an'anaviy kimlikni, musulmonlikqa yarasha an'anaviy kimlikni saqlab qolish tarafdorlari orasida ideya to'qinish yuz berdi ikki taraf orasida. Bu ideya to'qinish qarsak, hokimiyat, hukmron yoki yuqori tabiqa, ya'ni maqom mansabdagilar g'arblashish yoki kommunistlik tarafdorini tutibman. Ama ko'p sonliq omma yoki musulmon xalq an'anaviylikni saqlab qolish tarafdori. Ikki taraf orasida to'qinish yuz berdi. Bu yerda kimlikning parchalanishi, ideya to'qinishi ikki taraf orasidagi islom nazariyasiga uyg'un ma'arif ilmining shakllanmasligi bu musulmonlarning ilmiy jihatdan oqib qolib qolishga sabab bo'lgan omillarning birisi. Chunki bu g'arblashish nazariyasini o'tirib qo'ygan yoki kommunistlashish nazariyasini o'tirib qo'yganlar ya bir butun g'arblashib ketamidi yoki bir butun musulmonlikni saqlab qolamadi. Ya uning ta'va emas yoki buning ta'va emas, o'tirdiki bir lash mijoz bir holatni shakllantirib ideya to'qinish paydo qildi. Natijada bu jamiyat bir qancha bo'linib oldiga manamay ideya to'qinishi taraqqiyotga to'sqinlik paydo qildi. Xo'sh.
Endi bu krizisdan qanday saqlanğını bo'ladi yoki buni qanday hal qilgan bo'lsa, birinchi qilib dinimizda ilohiy vahiy asos tushunish. Asli manbaga qaytib turib tushunish. Dinimizni hayot tuzumi subtil tatbiqlash va insonning bu dunyoga vazifasini berish bu birinchi omil. İkinci qilib islomning ilm ma'rifat qarta nazariyasini qaytadan shakllantirish. Özgürlük qolgani yo'q. Lekin g'arblik tarafdorlari yoki kommunistlik tarafdorlari yoki ikkisining orasiga tushib qolgan tarafdorlar yoki ba'zi bir nazariyalardan ta'sirlanib yoki uni qaytarib inkor shaklda tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar ta'tu qaragan bu sabablardan ba'zi bir xato tushunchalar o'ttirib chiqqan bo'lishi mumkin. Shunga islomning ilm ma'rifat qarta nazariyasi qaytadan shakllantirish muhim. Hem ilim ma'rifatni aqida axloqqa bog'lash bo'lmaydi. Chunki biz musulmon har qanday bir narsa qarta islomning aqida ro'yi bilan, aqida ko'zi bilan qaraymiz. Axloq ko'zi bilan qaraymiz. Anan keyin ilmiy tafakkur qilish, ilmiy izlanishga qiziqtirish ham buning muhimligini ta'kidlash muhim. Shundan ham jamiyatning taraqqiyotiga munosabatlik farz kifoya deb ataladigan ilm ma'rifatlarga alohida ahamiyat berish. Bu muhim. Bizdeki köplagan qarindoshlarimiz ilmiy sohadagi, bular shar'iy sohadagi ayniga alohida ahamiyat bergan, ammo farz kifoya ahamiyat bermagan. Bo'lmasa jamiyatning taraqqiyoti, millatning taraqqiyoti farz kifoyaga bog'liq. Farz kifoya qancha jonlansa jamiyat gullanadi. Ya'ni farz kifoyat va kollektiv shaklda millat xarakterlik ijro qilinadigan ish demak. Ammo farz ayn degan bu shaxsiy xarakterda icra kılınan iş demek. Mesela vel asr suresi kalsa Kur'an-ı Kerim her bir Müslümanın iman etişka yaxşı şirket var. Er olsun ayolsun her kanday birisi kılış. Bu şahsi mesuliyet. Hem de muş işini davamlaştırış için kanday kılış lazım. Mesela kollektif süpürtüde her vakit her kim, her kandak zaman, her kandak makanda hakikatli kollektif şekilde izleniş, hakikat kollektif şekilde yetiştirildiğin bu kaydını oturup koydu. Ama hepsi köpligen Müslümanlar ya köpligen qarindoshlar farz kifoyaga ahamiyat beramiz. Bu jamiyatning gullanışı, taraqqiy qilishi farz kifoyaga bog'liq. Palani qilib o'tdi, u tashkilot qilib o'tdi, bu tashkilot qilib o'tdi. Qilmagan bo'lsa, cho'ng olsun, kichik olsun, hammasi gunohkor, hammasi mas'uliyat hisoblanadigan gap. Xo'sh. Uchinchi qilib savodsizlik, nodonlikni tugatish. Mücahit olsakmı savadsızlık tüketmesek yani günahkar oluruz. Ma'arif kurulmasını İslam körsetmesi asas devrige layık düzüp çıkış. Mekteplerinin nişan ve vazifeleri qaytadan qarab çıkış. Bu mektepler köp, kurslar köp. Ne mi çıkıldı? Bunun gayesi mi? Bir yerden yetişip çıkan adam bir samimi insan yetişip çıkandı. Yani İslam'a vekillik kılalaydıgan samimi Müslüman yetişip çıkandı. Ya şekil vazı yetişip çıkandı. Bunu qaytadan tekşiriş lazım. Hem şundan mekteplerin metodlarını devirge layık şekilde terakki kıldırış lazım. Manım bu şekil bu metod arkalık ya ki bu üç xil nokta arkalık ilim ma'rifatga illetlerden kutulup aldık qarab meniş yolu açılışı mümkün. Hoş. Köp rahmet Allah razı olsun. Demek yani biz elbette ilgili programlarımızı sözüldük. Dünyada Allah'ın biz fakat yani Allah'a iman etken Müslüman buluş, şerefiga nail boğan Müslümanlardan buluşumuz elbette sözlep tüketkisiz iftiharlandığan bir nimet hem de Allah tarafından bizge ata kılıngan. Ama her xil sebepler buluştan qat'i nazar biz Müslüman qo'dab biz shunday sharafga erishibmiz. Men uning kendidan tilishmasam, men nima qilsam men Müslüman bo'lganda ekan erishishim kerak deb o'ylab qolsak bo'lmaydi yani. Bilganki boshqa bizdan emaslarninki yoki Müslüman emaslarninki ilgirlab ketishiga Alloh dunyoda qo'ygan bir qonuniyati bor. Laysa lil insani illa ma sa'a. Dunyoda kim tirishsa, kim ajr singdirsa, uning dinining nima bo'lishidan qat'i nazar Alloh uning tirishchanligining natijasini dunyoda berdi. Muhaqqaq bu narsa.
Shuning uchun biz iymondan iborat bu ne'matga bu sharaflik ne'matga mukofotga erishgan bir mu'minlar bo'lib sifatimiz bilan buning ustiga texambak guliga gul keltirib dinimiz bizdan talab qilgan shaklda tirishchilik ko'rsatdik ekanmiz. Tarixda xuddi butun dunyo bizga hayronlik bilan qarab, bizning kaynimizga ergashib dunyoni gullantirgan, ya'ni shu bizdiq, shu payg'ambarga ergashgan ummatdiq, shu Allohga e'tiqod qilgan ummatdiq ilgirki ajdodlarimiz. Tarixda qanday yaxshi amal qilib shu muvaffaqiyatlarga, shu sharafga erishadigan bo'lsak, tashlab qo'yganda bugungi holatga keldik. Yana qaytsak, Rabbim yana shu shon shavkatlik shu kunlarimizga yetkazishga albatta qodir. Ham yetkazadi, ya'ni bunga bu shu shaklda tushunish kerak. Hamda yana bir eng oxirida shuni tugatsak, ustoz, shu biz bo'shanlik, xo'rlik, shu passivlik, shu narsalarni albatta har xil temalarda qisqa navbat kelganda so'zildi hamda. Shuning albatta bir jamiyatda urg'unlagan orqada qilishimizga sabab bo'lgan omillarning birisi deb qarashga bo'ldi buni albatta. Ba'zilar ham shu yuqorida so'zlab o'tilgan narsalarga otib qo'ygan gap, hokimiyatga, musulmonlar ustidagi yoki bizga o'xshash ishg'olga uchragan bo'lsa, shuningga otidi. Biz bunday mustamlik bo'lib qolganligimiz uchun deb. Yoki bo'lmasa ziyolilar, millatning ichidagi ziyoli yoki qaysi sohada bo'lsin shu olimlarga shular tirishsi bo'ldi. Biz musulmon xalq ammasi normalda o'zimizning jannibaq ishimizni qilib yursak bo'ldi degandek tirishchilik yo'q, aktivlik yo'q. Bu shaklda jamiyatning ko'pincha qismi passiv faoliyat qilib qolgan gapimda. Har bir musulmon millatda tirishchilik ko'rsashi kerak bo'lgan masala bular. Bir jamiyatning olg'a ilgirlash uchun. Mushunamda bo'shanlik, mushundaq ahvollarning bir jamiyatda orqada qolishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Sabab bo'ldi shunga deb qarasak bo'lamdi yoki jiq ta'sir yo'qmi bularning? Yuqorida deyilganda ko'plagan qarindoshlarimiz mas'uliyatni hokimlarga yoki jamiyatningki bilim odamlarga yoki olimlarga otib qo'yib qutuladigan ish bor. Shularni boshqa biz shu yoq mang'digan odam. Ama İslam qanday qaraydi buni bir qarab baqsak. Peygamberimiz aniq qilib bizga shunday bir ogohlantirishni bergan. Agar biz bo'shanlik qilsak, himmatsiz olsak, o'zimizning mas'uliyatini tonimaydigan ahvol tushib qolsak, dushmanlarning bizga hujum qilganligi, dushmanlarning bizni besib olganligi va bizga tajovuz qilganligini xabar qildi. Xo'sh. Hem de bizdeki boşanlık, himmatsizlik ve iradesizlikning sebebini dünya birlep getiş ve ölümden korkuduğun bop qilish deb izohlagan edi. Afsuski, bugun ko'plagan musulmonlar mustabid hokimlarning oldida bosh egadigan, ularga qarshi turolmaydigan, e'tiroz bildirolmaydigan holat chiqib qoldi. Balki hokimlardan oz to'la so'g' salomlarga erishib qolsa, zalimlarning jinoyat qilmishlarini, xato qilmishlarini oqlaydigan bo'lib qoldi. Uningdan sirt musulmon xalq ommasi izzat sharafga olib bormaydigan, g'albi nusrat omillaridan yiroqlashtirib o'tadigan saray mollalari yoki birlik sap mollalarining ko'z qarashi bilan, fatvolari bilan tushanchalari ish qiladigan bo'lib qoldi. Oson yo'lni tanlab oldi. Tikansiz yo'l, japa mushaqqat yo'l, demis ash oyindoq degan, palarmanda fatvo bergan, mas'ul shu tadir deb oq bilan qorni, xato bilan to'g'rini ayirmaydigan bu bag'am beparvo bir yo'l kirib oldi. Buningizga bir qism saray mollalari, birlik sap mollalari haq bilan botilni aralashtirib, bu musulmonlarni uqiltiradigan, musulmonlarning mas'uliyatini ko'tarib o'tadigan o'zlarining tushunchasi bo'yicha xuddi ular mas'uliyat yo'qdek, bunda xato anglama shakllantirgan ahvollar mavjud. Xo'sh. Bugungi haliga kap qilishimizdagi tub sababi dal mana shu dunyodan voz kechmaslik. Dunyoga birlab ketish ve hakikat yolunda ölümlü şahadet deb e'tiqod qilinmaslikdir. Eğer her birimiz özümüzdeki illetlerini tuzitib, dünya bilan ahiretlikni tang o'ylab, sebep neticege uygun halet hareket qilsak, xar hayotdan ve mag'lubiyatdan qutulib ketarmiz.
Ama Müslümanlardaki, ya dünya Müslümanlık koyup özümüz qarsak, özümüzden Müslüman kabinlaşları qarsak, bu Müslümanların boşanlık bizden leşmeyeceğiz alet keltirip koygan hadisi geldi. Faydasız, gereksiz alet ne buna leşmeyeceğiz deyimiz. Yani ruhsuz, faaliyetsiz, pasif alet kartıl. Bu leşmeyeceğiz Müslümanların dünya karvanlarına arkalık kalışıga ve düşmanlarının bizde bozaklığı sebep olan en mühim amilinin birisi. Bu Müslümanı Allah'ın en yakın bendileri en doğru yolda, doğru akidede menvatkalları. Ama buladaki himmetsizlik, iradesizlik, leşmeyeceğizlik, mana bu bugünkü korluklarınki neticesi. Hoş. Buna hal qilmasak, bunun yolu akidesiga sodiq bo'lgan, kimligiga vafodor bo'lgan, irodalik va ilm, ma'rifatlik yangi nasllarni yetishtirib chiqish lozim. Bunun yo'limiz shu. O'zimizning aqidamizga vafodor bo'lishimiz, kimligimizga vafodor bo'lishimiz, ilm, ma'rifat olishimiz, irodalik bo'lishimiz mana bu bo'shanlikdan qutulishning yo'li. Millatimiz ichida aqidasi uchun, vatan millat uchun, kimlik uchun, o'rlik uchun va izzat sharaf uchun qurbon berishga tayyor tura oladigan 10% odam tarbiyalanib qolsa, bu millatni g'albaga boshlab ketadi. Mush yuqori deyilgan sifatlarga qurbon berishga, badal to'lashga, qon berishga rozi bo'la oladigan ya shu ruh kelgan 10% odam tayyor bo'lib qolsa, qolgan millatni aqlini agachirib ketadi. Bu 10% odamlarni yetishtirish eng muhim masala, halqiliq masala. Bu meselemiz qachon davomlashadi, buni faqat Alloh o'zi biladi. Ammo umidsiz olmaymiz. Yo'limizni tashlamaymiz. Biz haq yo'lda deyotganimiz mush yo'l davomlashtiramiz. Zulmga, mustabidlik, tajovuzga oxirigacha qarshi turamiz. Ammo bu yo'lni davomlashtirish uchun buni avlod tarbiyalash lozim. Yangi nesillarni yetishtirish lozim. Angliq insonlarni yetishtirish lozim. Bu vatani uchun, aqida uchun, kimlik uchun, qimmat qarash uchun qurbon beradigan odamlarni yetishtirish lozim. Bu to'g'ri yo'lmish shu. Endi Müslümanlarning boşanlık, angsızlık hakikaten ağır bir illet. Bu illet bizni zulüm ve müstemlik altında acizlaştırıp koymak. Hem köp sallı qarindoshlarimizniki, ya qarindoshlarımızdan müstemlik altındaki korkunçaqılığı, boşanlığı ve ularga mutlak itaatkarlığı, ularni aqidasi va vatan millati uchun badal to'layolmaydigan holat keltirib qo'ymak. Har hayot bilan chiqishib yashay oladigan holat keltirib qo'ymak. Mustamlikni yomon ko'rmaydigan, hatto mustamlikdan ayrilishni xohlamaydigan bir vaziyatni shakllantirib qo'ymoqdir. Endi bu hurlik ichida yashaymisak, izzat sharaf ichida yashaymisak, buning to'laydigan bir bejavob, bu boshini to'lash lozim. Korkunacak ve iradesiz kişiler bu izzet şeref becini ya ki hürlük, erkinlik becini töleşini ıgır gör. Bunu köp sanaydı. Müstemlik hayatını yaman görmeydiğin kişiler ya ki müstemlik hayatını könüp kalkan kişiler hürlük ve izzet şeref becini ıgır baş tölep gidiyor. Bunlar hemen bir güne bu başını ya canları bilen tölaydı, ya izzet şerfi bilen tölaydı, boğan bolsa, ya ki toplagan mal dünyası bilen tölaydı. Bugünkü reallik del bununki pakettir. Hoş. Hepimizin kulasılığa vaktimizde, mana bu yukarıki sebepler, hakimiyet tabakasındaki mustabidlik ebgalığı, alimlarınki fikir işlep çıkarış, yenilik, yaratıştaki acizliği ve Müslümanlarınki pasiflik ötken haftanın toxtaldık bu temada. Mana bu sebepler, mana bu Müslümanlarınki arka kalıştaki asaslık sebepler. Bu sebeplerinki asaslıkını birinci olup hakimiyet tabakası bilen alimler üstüge alır. İkinci olup boşanlık kıygan, özden mesuliyetini tanımayan, bu dünyaya kiriş gayesini unutup kalgan, Müslüman durup Müslümanlık mesuliyetini isige almayan her bir Müslüman üstüge alır. Hiç kandak bir Müslüman bu mesuliyetten meyle alim olsun, meyle hakim olsun, meyle rehber olsun, ya ki halkımız olsun, bu mesuliyetten hiç kutlanmaydı. Hoş.
Köp rahmet, Allah razı olsun. Kadirli qarindoshlarım, biz şundaq bir peygamberning ümmeti ki davomli holatda a'udhu bika minal ajzi vel kasal, acizlik ve hurullikdan panoh tilagan bir peygamberning ümmetimiz. Bu Resulullah tilaydan biz ümmetiga öktüp, bu ümmetning ichida alimimi, ziyodisimi, jangchisimi hammasi kirib ketdi. Herkes yuqorida usta so'zlab o'tgandek bir turkum kishilarga atib qo'yib bo'g'irliq, bo'shanliq qilish xalqning ko'p sonliqi qat'iy bo'lmaydi. Payg'ambarimiz mushuningdan, mushu ishlar albatta Rasulullohda yo'qdi. Ammo Rasululloh Allohga sig'inib panoh tilagan bir ishlarningki jumlasidan bir sanadi bu. Shuning uchun güzel bir aniqlama ba'di ustoz uzatishning hojati yo'q. Ko'rilmalarimizdan bir qancha savol va temamizga aloqador bo'lg'achqa albatta ko'rilmalarimiz o'z-o'ziga javob berib qilibdi, nihoyatda yaxshi javob beribdi. Aliya xonim. Shunaqla bir Aykun degan ko'rilmamiz shunday savol so'rabdi. Savol kichik bolalarni avval qorilikda o'qitish muhimmi yoki pandimi yoki tang elib ma'amda o'qitib savol bor ekan. Shuni sizning fikrlaringizni olmoqchi ekan. Rahmat. Biz musulmonligimiz bilan faxrlanamiz. Hem mas'uliyatning og'irligini his qilamiz. Musulmon bo'lish va musulmon avlodlarni tarbiyalash uchun uning aqida o'qitish lozim, islom aqidasini. Xo'sh. Ahlak, islom axloqini o'qitish lozim. İbadetlerini o'qitish lozim. Musulmonlikning shartlarini o'qitish lozim. Hem islomningki eng muqaddas dasturi bo'lgan Qur'oni Karimni avlodlarga o'qitish lozim har zaman. Bu yerda bu salohiyatni avlodlar yetishtirish uchun ularni maktabdan ayirib o'tish yoki ularni maktab bermaslik shart emas. Xo'sh. Nurg'un maktablar bilishimcha tushgacha o'qiydi. Ya yarım kun o'qiydi. Qolgan vaqtlarda yoki kunda 2 soat bu bolalar Qur'on o'qitishga, yodlay oladigan bo'lsa Qur'on yodlatishga va islomning prinsiplarini, ko'rsatmalarini o'qitishga bo'ladi. Biz bu davrimizga xristianlarning oldiga o'tishimiz va xristianlardan qutulishimiz uchun aqidasi sog'lom, ideyasi to'g'ri, jonliq, ongliq, o'zini va dushmanini tushunadigan va millatga foydali bo'lgan bir avlodni yetishtirish davrning sharoitining taqozosi. Şuna bir yerde balaga İslam'ın asaslık prensipleri bir edem kılış işine beş. Karvumuz bulunsun, lekin edem olsun, ahlaklık olsun, ibadet cahil kıygan olsun, özünün kimliğine, akidesine, vatan milletine hizmet kıldığın bir Müslüman olsun. Hoş. Köp rahmet, Allah razı olsun. Hakikaten yani bazı ustazlar bazı alimlar shunday ta'bir berdi, o aslida bizning dinimizda hargiz ayirish yo'q bu narsani, pan yoki din deb. Xuddi bir qushning ikki qantiga o'xshatish mumkin. Qush agar bir qanti bilan qanday uchadiganligini tasavvur qilsak ham uchishi mumkinmi emasmi degandek. Buningki albatta har sohaninki mutaxassislari, olimlari o'ziga juda yetishib chiqishi kerak. Ammo har bir musulmonning hem dini cihatte hem fenni cihatte belgelik derecede özünün dinini roşen şekilde ada kılıp mağalıqdaki derecede bilimge erişişi herkes onun başka sahalerde ilgilenişine tosalgı bulması gerek. Yeni bir körümünümüz, muallim diyen körümünümüz, muallim isimlik. Pek cevap bersiken deptu ama bu temin elbette biz ilgirki temalarımızda arıqıl mevzuda diyen toq. Şuna bo'lsin so'rab o'tay. Biz oldi bilan vatan da'vosi qilamdik yoki ummat va islom da'vosi qilamdik. Bu ikkisini oldingi o'ringa qo'yib, turib da'vo qilib, da'vo elib berishimiz kerak. Bu ikkisini oldingi o'ringa qo'yib, ya'ni bu ikkisini qaysini oldingi o'ringa qo'yib da'vo qilishimiz kerak demoqchi bo'lsa kerak. Mushunga bir javob bersa debdi. Qani.
Yani sual ummet davası kılamdık ya vatan davası kılamdık demekçi. Aldı bilen vatan davası kılamdık ya ki ümmet ve İslam davası kılamdık. Biz millet cihetten Uygur milleti. Şarkı Türkistanlıklarının asasını temsil kılan Uygur milleti. Bu bizden irademiz bilen olmadı. Allah'ın yarışı bilen oldu. Hoş. Uygurlukta vazgeçemeyiz. Ya ki bunu çetki mi kalkamayız. Şundan bu Uygurlar tarihten beri Türk milletinin bir tarımı olup geldi. Hem Türklikten mi vazgeçemeyiz? Bu Allah'ın bizden Uygur oluşumuz, Türk oluşumuz Allah'ın iradesi takdiri. Bu bizden ihtiyarımız kişemez. Biz Avrupalık olamayız ya Amerikalık olamayız. Hem de İslam hikayesek özümüz iradımızdan tanılan, mukaddes bilgen, hayatımızı vergen bir dinimiz. Bundan da vazgeçemeyiz. Şu bir yerde bu Uygurluk bilen, Türklik bilen Müslümanlıkta, yani Uygurluk, Türklik, bizden kimlikimizni temsil kılgan üç amilini ayırıp koyar, tekidin tatbikata. Bunu ayırıp karışık olmaydı. Biz vatanimizden davasını kıygan çağda, yani vatanimizden körçülük kıygan çağda Uygur bolu süptümüz bilen, yani millet bolu süptümüz bilen kılımız. İnsan bolu süptümüz bilen kılımız, Müslüman bolu süptümüz bilen kılımız. Biz ümmetki payda yetkizimiz deydiğimiz deslapta özümüzden Uygur ümmetiga bir payda yetkizaylı. Şarkı Türkistan ümmetini bir kutkuzaylı. Biz ornumuzdan desturalığa vaxtida endin başka yerdeki mezlumlarga yardım vereriz. Özümüzden hali harap, özümüz biçare halatda biz başka dünya için cihat çıkıp gelsek, başka dünya için yardım çıkıp gelsek, o vakit biz perhiz aynen taşlap koygan bolamiz. Biz İslamga to'liq amal qilamiz, İslamning ko'rsatmasiga amal qilsak, yardımımız tushgan perhiz ayn biz özümüzden Müslümanlarını kutkuzaylı. İslam diyarı boğan Şarkı Türkistan zeminini kutkuzaylı. Ma milletning aqidasini kimligini kutkuzaylı. Bundan eşini qilgan vaqtida, davlat qurib qo'ygan vaqtimizda, askar to'g'izib qo'ygan vaqtimizda, iqtisodimiz gullangan vaqtida boshqa musulmonlarga yordam qo'limizni suzaydi. Biz nafli ishni deb, ma farzdan voz kechib qolib qolsak, qiyomat kuni buni so'roq qilaveramiz. Bu nimaga o'xshaydi desa, farz ibodatni qilmay turib, naflini ko'p o'qiganga o'xshash kerak. Naflini bir kuni 1000 harakat o'qisakmi, 2 harakat farz o'qimasak, o 2 harakatning o'rnini bosolmaydi. Doğru. Köp rahmet Allah razı olsun da olsa vaktimiz bu toştu. İnşallah aldığımız gapta görüşemiz. Rahmet sizge. Kadirli görürmelerimiz şuna kılıp İslam ve Biz programımızdan 67. saniye müşahede ahırlaşkan oldu. İnşallah Rabbim bu söylengen mezmunlarga amel kılış ruhini ata kılsın bizge. Şundala biz arzu kılgan, ümit kılgan, nurgun arzularımızga başta müstakillikimizden tatip hemmesiga erişalişimiz mümkün. Rabbim inşallah bunu berişke kadir. Allah ömür bəsi aldığımızdaki hafta başka bir temada görüşükçe aman boğaçlar. Köpleyen kardeşlerimizden paydalanışı üçün görüp atkan ve bundan keyin görülen kardeşlerimizden başka özlerinin dostlarına hem berlep koyuşunu unutmaslıkını ümit kılımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.